Badr g'azoti. Arablarning odatiga ko'ra jang boshlanishidan avval ikkala qo'shindan o'rtaga pahlavonlar chiqadi, muboraza qilishlik uchun, yakkama-yakka olishlik uchun. Mushriklarning ulug'laridan, sayyidlaridan bo'lgan 3 ta kishi, Utba ibn Robiya, Shayba ibn Robiya, Valid ibn Utba, uchalasi o'rtaga chiqishdi, musulmonlardan muboraza talab qilishdi. Ya'ni shunday bir bahodirlar bo'lsa chiqsin. Musulmonlardan Hamza ibn Abdul Muttolib, Ali ibn Abi Talib va Ubayd ibn Xorislar chiqishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qarindoshlari. Jang bo'ldi. Mana ikki toifa turibdi. Ikkita odam turibdi, bir-biri bilan qilich ko'tarib urushgan. Hamza bilan Ali roziyallohu anhuma o'zini raqiblarini bir pasda ishini bitirishdi. Yetishishdi. Endi Ubayda bilan Shayba esa bir-biriga ikkalasi zarba berdi, ikkalasi ham yiqilib tushdi, lekin ikkalasi ham tirik. U ana shu janglarning qoidasiga ko'ra Hamza bilan Ali roziyallohu anhuma borib, uni ishini bitirishdi-da, musulmonlardan ikkitasi tirik qaytdi, bittasi jarohatlandi. Ana shu muboraza haqida Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qildi. Hadani khasman ikhtasamu fi robbihim falladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabu min fawqi ru'usihimul hamid. Mana endi ana shu kofirlar tomonidan chiqib yakkama-yakka olishaman deganlarning oqibati nima bo'lganligini Alloh taolo Qur'onda bayon qilyapti. Mana shu ikki g'anim, ikki dushman Parvardigorlarining haq dini xususida talashdilar. Ba'zi kofir bo'lgan kimsalar uchun o'tdan bo'lgan kiyimlar bichildi. Endi ularning boshlaridan qaynoq suvlar quyulur. Endi orqaga qayta oladimi? Endi orqaga qayta oladimi? Badr g'azoti tugaganidan keyin ana shu mushriklarni kattalarini bir chuqurga olib tashlashdi o'ligini.